Assalomu alaykum. Bugun modulning avtomatik uchun motor привод, ya'ni yangi mahsulotimizni распаковка qilamiz. Korobkasidan qurilmaning o'zi ko'rishingiz mumkin. Xo'p, kontaktlari chiqadi. Ushbu kontaktlar orqali qurilmaga kuchlanish berib, qurilmani ishga tushirsa bo'ladi. Xo'sh, endi buncha chetroq olib turamiz. Ko'rishingiz mumkin, qurilmani hozir modulni avtomatimizga o'rnatganmiz. Bu qurilmamiz YSM1 yoki YSM3, ya'ni litoy korpusli avtomatlarimizda bo'lgan motor привод bo'ladi. Uni ko'pchiliklar ko'rgansizlar, ishlatgansizlar, o'zingizlarning qulayligingiz uchun xohlagan joylardan boshqarishingiz mumkin, boshqarishingiz bo'ladi. Ushbu qurilmamiz modulning avtomatlarimiz uchun xuddi shu vazifani bajarib beradi. Ushbu qurilmamizda avto rejimi bor, ya'ni qurilmaga sxemasi orqali ulanganda kuchlanish berilganda o'chiradi, kuchlanish yana qaytib berilganda yoqadi. Hamda ruchnoy rejimga qo'yib turib qurilmani o'zidan ham boshqarsanglar bo'ladi, yoqasizlar, o'chirasizlar. Hamda blokka tushirib qo'ysanglar bo'ladi. Blokka tushirgandan keyin qurilmani qaytib yoqishi imkoni yo'q, toki qo'lda blokdan yechmaguningizcha. Ushbu qurilmamiz elektrik ustalarimizdan yoki xonadon egalarimizning har xil kaprizlarida foydalansanglar bo'ladi. Har kim o'zini ehtiyojidan kelib chiqqan holatda qurilmani o'chirishi, boshqarishi, yoqishi mumkin bo'ladi. Yana bir kichkina eslatma, ushbu qurilmalarimiz faqat YSB9 hamda YSB8 seriyadagi avtomatlarimiz uchun mo'ljallangan. Yana o'sha YSB9 hamda YSB8 seriyadagi avtomatik o'chirgichlarimiz uchun дополнительный qo'shimcha qurilma haqida bo'ladi. Ushbu qurilmamiz avtomatimizning eshigini, ya'ni shitda eshigini ochmasdan turib o'chirib yoqish uchun mo'ljallangan. Ko'rishingiz mumkin, avtomatda o'chirib yoqish ruchkasiga kiritiladi, belgilanadi. Bir yoq tomoni oddiy bo'ladi, ya'ni shitni chuqurligiga qarab turib o'zingizlar kesib mo'ljallab ishlatsanglar bo'ladi. Bir yoq tomonida ruchkaga kirish uchun, ruchkadan chiqib ketmasligi uchun o'zini maxsus ilgaklari bor. Avtomatni o'chiradi, yoqadi, o'chiradi, yoqadi. Xo'sh, ushbu qurilmamiz nimaga kerak deydigan bo'lsanglar, ayrim joylarda hamma ham elektr shitlarni ochib, ichiga kirib, avtomatni o'chirib yoqishga qo'rqadi yoki haqqi bo'lmaydi, ya'ni dopuska bo'lmaydi. Shunaqa joylarda foydalansa bo'ladi. Misol uchun ishlab chiqarish korxonasi, qanaqadir sexlar bo'ladigan bo'lsa, shitni eshigini hadeb ochib, yopib, uni ichiga qo'lni tiqib xavfli bo'lgandan ko'ra tashqaridan boshqarsa bo'ladi. Qo'shimcha qulaylik qilib foydalansanglar bo'ladi. Qanaqadir stanoklarga qo'ysanglar bo'ladi. Uni ichini ochib, o'chirib yoqqandan ko'ra umuman kun tugadi, ish yakunlandi, o'chirib bemalol xavfsiz uyga ketsanglar bo'ladi. Ushbu qurilmalarimiz CNC Electric'ning barcha rasmiy do'konlarida mavjud. Olinglar, ishlatinglar, har doimgidek qulayliklarni his qilinglar. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr.